2000-yil biz avtoshkolani ochganmiz. Avtoshkolani ochganimizga 26 yil bo'ldi. 26 yil ichida ko'pchilik studentlarimiz prava olib chiqib ketishdi. Основной bizda ITF'da GAI bo'lib o'qiyotgan spetsialistlar bor. Andan keyin mashinalarni o'ngdaytirgan spetsialistlar bor. O'sha spetsialistlar o'qib, pravani olishib ketishadi. Andan sirtqari boshqa studentlarimizga kelib o'qib, qiziqqanlar. Bizdan prava olib ketishdi. Başında B kategoriya, BS kategoriya ochganmiz. Andan keyin BSS1 degan. Bu degani грузовой легковой porter. Hozirgi moment hozir B kategoriya o'qitamiz, S kategoriya o'qitamiz. O'qish muddati 10 oy bo'lib qoldi. Kontraktimiz 19 ming. Shu 10 oy ichida hozir o'qitib jangi programma bo'yicha studentlarimiz o'ta qiziqib, yaxshi o'qib o'tadi. Hozir bizda mana ko'rib o'tasizlar, 7 mashinamiz turadi. 7 mashinamizda vojdeniyga olib chiqamiz. 7 mashinamizdagi o'ta yaxshi soстоянияda. Andan sirtqari hozir tender obyekt etib qo'yganmiz. Bir lehkovoy avtomobil, avtomat, iki грузовой. Tenderda obyekt etdik. Endi tenderdan o'tib chiqsa, o'sha bilan dag'i 3 mashina olamiz. Dag'i bir mashinamiz bor. Bu mashinani zadniy xod bilan buni. Zadniy bilan kirgizishga bularni atayin qilganmiz. Bularni balonlar bilan. Rучной tushirdik. Endi gaz ketdik. Молодец. Yaxshi. Rulda tuzay. Men Qirg'iz O'zbek universitetinde o'qiyim. Qo'shimcha ушул avto mektepte o'qiyim. Bu avto mektep aябай жақсы. Muğalimderi de aябай жақсы. Теория, практиканы аябай жақсы үйрөтүшөт. Muğalimдер мага жагат. Ушул авто мектепке келип окусаңыздар болот. Мен сиздерге ушул авто мектепти сунуштайм.